qishloqmi? Ha, yaxshi. Bu qishloqdan ham yana bitta intelda o'tiraman ekan-da. Yaxshi, qaysiga kirsam-kuni? Menimcha ana shuga kira olaman. Mazza qilib yeyman ekan-da. Intel. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimizlar kerak. Meni yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Kerakchi bugun yangi video olishga qaror qildim. Sizlar esa kerak like, obuna bosib qo'yinglar. Kerakchi do'stlar, men endi polizni tozalagan ketayotgandim. Jo'xani ham o'g'at qo'yish kerak do'stlar. Chunki keyin men e'tirof kelishmading deb javraydi. Shuning uchun jo'xani ham o'g'at qo'yishim kerak. Ha, mayli do'stlar, jo'xani o'g'ataylik, poliz tozalasin. Jo'xa, Bekkan, yaxshimisan, tuzimsan? Kerak polizini tozalamaysanmi? Men keyin javraydi, urishadi bilasan-ku. Yaxshi o'g'at qo'yding, rahmat. Keyin bo'lsam javraydi rostdan ham. Ha, kerak o'g'at seni o'yladim-da. Mayli, rahmat. Xo'p, tezroq tozalab olib kelib ber. Xo'p. Men ham hozir o'zimni poliz ishlarimni tozalab olaman. Qani, хорошо, yaxshi kartoshka ham zo'r bo'lib o'sibdi. Chunki yaxshi qoraganman-da, har doim parvarish qilib. Ну, хорошо, endi buni ham olamiz. Yaxshi, buni ham olamiz. Bug'doy ham zo'r o'sibdi do'stlar, qaranglar. Endi buni ham ekib chiqsalik bo'ladi. 1 2. O, хорошо, endi bitdi. Menimcha suvni ichida yo'qolmagan. Хорошо. Men bitdim, Fikr. Bitdingmi? Yaxshi, yur chiqani. Mediani endi berib kelaylikchi. Mana o'z men uyda ekanmi? Uyda ekan. Mayli, taqillat. Salom Fikr, Jo'xa. Mana ekinlarimizni olib keluvdik kerakchi. Malades, yaxshi, malades. Xo'p, biz ketdik. Bo'pti Fikr, men ketdim, keyinroq chaqiraman, bo'ptimi? Xo'p. Ha, mayli. Kerakchi, men hozir merdan oylik qachon chiqishini so'rashim kerak. Mer. Oylik qachon chiqadi? Hali emas Fikr, hali emas. Okey, qanaqa yana javob ham kutish mumkin edi mendan. Mayli do'stlar, hozir video jicha montaj ishlari bor edi, shuni qilib o'tiramiz do'stlar. Eshikni ochamiz, kiramiz. Endi o montaj ishlari ham bitdi do'stlar. Yana bir bor salom do'stlar, montajlarni ham va nihoyat bitirib oldim. Fikr. Yo'q, Jo'xa chaqiryaptimi? Chiqyapman. Yurga qishlog'imizga kerakchi hafta soni ochilib ko'rib kelaylik. Xo'p, eshik qulfladim. Rostdanmi? Dahshat mashinalar kelibdi. Mer ko'rsang og'zing ochilib qoladi, Fikr. Yo'q. Yurgin. Xo'p. Rostdan ham bava kelibdimi? Mer bavalar kelibdi. Yo'q, lekin qishloqda birinchi marta unaqa mashinalar ko'rishim. Sotuvchi kim ekan? Qodirali. Ko'rmayapsan, nega kulyapsan? Janob, mashinalarsizmi? Yo'q, ko'rsalik bo'ladimi? Voy bava. Voy do'stlar, yonmay qishloqda birinchi marta bava ko'rishim, yana do'stlar bavani birinchi marta o'tirib ko'rishim va yaniga birinchi marta kelishim. Yonmay, pulim bor, demak bu vaziyatdan foydalanib mashina olsammi-ku-da? Yonmay, rostdan ham mashina olsam. Mashina olasanmi? Bilmadim endi, lekin pul bor. Olgani yaxshi mazza qilib yurardik. Ha, tush dodi nima qilyapsan? Qiziqdim-da. Yaxshi. Eshikni yop. Xo'p. Qani bu ichini. Yo'qda qana Fikr. Normalniy, bo'pti, uyatni yop qo'y. Ochib turma, yop. Sotuvchi urishadi. Yop. Xo'pti, mana. Yaxshi. Mana mototsikl qora. Ko'ryapman. Dahshatligin qora. Merslar ham mana mototsikl originalmi? Original janob. Dahshat, mana mototsikl puliga do'stlar, boyagi mototsikl puliga bitta mashina beradi-ku. BMW qaranglar do'stlar, Mers qaranglar do'stlar, bu BMW deyiladi. Dahshat, motorini qaranglar do'stlar. Yo'q, bitta olish kerak-da shundan do'stlar. Faqat men qaysi mashina olishni bilmayapman do'stlar, sizlar tanlovlaring kerak. Qayerga chopib ketdi do'stlar? Mayli. Do'stlar, kerakchi narigi videoda Mersni ham qaranglar dahshatligini. Sizlarda bitta narsa so'rab qolaman do'stlar, narigi video chiqaraman do'stlar. Ashuni mashina olaman. Qaysini olay do'stlar? Sizlar BMWni olaymi yoki Mersni? Suratga tushib oling hozir. Ana bo'ldi. Do'stlar, sizlarga savolim bor. BMWni olaymi, Mersmi? Pul bor do'stlar.
qaysi birini olsam yaxshi? Kommentariyada javobingizni yozib qo'yinglar va albatta narigi videoda bitta shu mashina, sizlar aytgan mashinani olaman. Voy do'stlar, mana bu ichini dahshatligini qaranglar. Bu mana do'stlar hozir voy orqalari ham dahshat lekin do'stlar, voy dahshat lekin olishga arziydi menimcha do'stlar. Voy dahshatligini qaranglar do'stlar. Juda ham bu va yoqatda do'stlar, lekin kommentariyada yozib qo'yasizlar qaysi mashina olishim. Voy kapotlarni qaranglar do'stlar. Voy normalniy lekin do'stlar, normalniy. Mana bu gelikni qaranglar do'stlar. Olasizmi Fakar? Qodira. Yo'q, Qodira. Yo'q, Qodira do'stlar, endi kulgim ketyapti endi do'stlar. Mayli. Bu bir mashhur bo'lganda bu ismi ham oldin esinglarda bo'lsa. Mayli do'stlar, hozir sekin Jo'xa qani endi merga aytaylik, mer. Ko'rdingizmi, qishloqda yangi avtosalon ochilib ketibdi-ku. Ay, ko'rdim, dahshat mashinalar ekyapti-da. Ha, bittasi olish orzu lekin. Olgin. Mayli, rostdan bitta JTL do'stim bor-da, shunga ham aytish kerak edi, BVlarni ko'rsatib rosa qiziqadi-yu ham. Fakar, yaxshimisan? Yana bir bor. Yaxshimisiz? O'zing ham yurgan JTL chaqirib kelar edi, u ham BVlarga rosa qiziqardi. Mayli. JTL kirsa bo'ladimi? JTL kirsa bo'ladimi, do'st? Nima? Nima qilgan? Yo'q, JTLga nima bo'ldi? Boshi og'riyapti. Menda telefon yo'q, o'zing chaqiraver. Tez yordam chaqir, bo'l. Bo'lsa nima kutyapsan? Bo'l, telefon qaraydi, bo'l, chaqir. Bo'lsa-chi, yo'q, boshi qo'liga nima qilgan? Yo'q, ko'tarib qolsang-chi. Alo, politsiya, yaxshimisiz? Akarochi qotillik bo'lgan 67-qishloq JTL o'lib yotibdi. Xo'p, tezroq kelinglar, iltimos, faqat tezroq. Yomon bo'ldi-ku. Menga xabar berish kerak. Hali politsiyachilar nima bo'ldi so'raychi. Politsiyachilar nima bo'ldi? Hammasi yaxshimi? Afsuski, o'lgan-da endi. Demak o'lgan. Tezroq menga xabar berish kerak. Mer. Fakar, nima bo'ldi? Qarochi, bu yerda bir JTL qotillik bo'lgan, o'ldirib ketishgan. Nima, yanami? Ha, yana. Nima qilamiz endi? Bilmadim endi. Fakar, qo'rqib qo'rqayapman endi bor-u. Men ham. Do'stlar, sizlarga hozir tushuntirib beraman. 2 hafta oldin ham bir JTL shunday bo'lgandi, demak qishloqda maniyak bor do'stlar. Demak bugun nima bo'lsa ham Qur'onimni olib nima qilmasam bo'lmaydi do'stlar. Qishlog'imizda shunaqa narsalar juda ko'payib ketyapti. Jo'xani chaqirib, Jo'xa bilan rejalashtiraylik do'stlar. Davay Jo'xa. Qur'onim tayyor. Yaxshi. Keluvchi hamma yo'q tayyor. Fakar, men keldim. Jo'xa kelganga o'xshaydi. Jo'xa, qur'oning tayyormi? Tayyor. Qaraychi, bugun o'sha maniakni yo'q qilishimiz kerak. Yo'q qilishimiz shart. Da. Uni nima bo'lsa ham yo'q qilishimiz yoki politsiya qo'liga topshiramiz yoki o'ldiramiz. Davay. Bugun uxlamasdan shu yerda qishloqni qo'rlab chiqamiz, okey? Tushundim. Davay, hamma yoqni qara, Jo'xa, o'rmonga ham kiramiz hozir. Okey? Okey. Yaxshi atrofni qo'rashishim. Ana, Fakar. Fakar. To'xta. Yaramas. Maniakmi? Jo'xa, to'xta. To'xta, yaramas, otaman. Yaramas, o'q tegmayapti-ku Jo'xa. Ot Fakar, ot. Tegmayapti-ku. To'xta. Optim. Nima edi bu Fakar? Jo'xa, Fakar-blok. Nima Fakar-blok? Fakar-blok ekan-da demak. Da, Fakar-blokga tuzoqqa tushdik. Jo'xa, endi bizni ham u yeydimi? Yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Mayerda Jo'xa, qarochi, shu yerga chiqsa bo'ladimi? Voy, da chiqsa bo'ladi. Jo'xa, chiqsa bo'ladi. Chiq. Jo'xa, eplab chiq. Tushib ketyapman-ku. Eplab chiq, Jo'xa, bo'l.
Hozir chiqaman, hozir. Ana chiqdim. Nihoyat, yaxshimisiz? Davay o'xtar, Jo'xa. Bu narsa qilib o'xtar. Bo'pti, ikkiga bo'linamiz. Xo'p, davay. Yo'q, do'stlar, kerak chiqamay qorish kerak. Do'stlar, uni o'ldirmasdan qo'ymaslik kerak endi. Qayerdasan, Shitel? Do'stlar, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Shitel, manyak Shitel, qayerdasan? Qochib ketganga o'xshaydi do'stlar. Nima bo'lsa ham uni otib o'ldirish kerak do'stlar. Menga baribir politsiyaga yoki topshiraman yoki ko'rmasa otaman. Jo'xa ish qilib. Charchab ketdim. Do'stlar, boytamay shu yerda o'tirib tomosha qilib qaraychi, lekin haligacha chiqqan yo'q do'stlar. Mayli do'stlar, endi Jo'xani axtarib sekin uyga ketsam-ku. Yasha qishloqni qo'riqlayman. Bu yoqda nima bor? Xullas qochib ketgani aniq. Hozir pastga tushamiz. Jo'xa, qayerdasan, bro? Jo'xa, sekin tushib olamiz. Yaxshi, sekin tushamiz. Nima bo'ldi endi bu? Qara ehtimolga qarshi qurolni ushlab olaylik. Nima? Do'stlar, nimani ko'rdim hozir? Bu narsa ko'rgandek bo'ldim. Mandek Shitelda menimcha do'stlar dahshatda turibdi. Sekin chiqamiz. Qo'ling ko'tar. Ushladimmi? Sen kimsan? Yo'qol. Yaxshilikcha yo'qol. Taslim bo'l. Kelma yonimga. Yo'q, hech narsa qilolmaysan. Yo'q, otaman yaramas. Otaman, men kelma. Do'stlar, bu yaxshi bo'ldi do'stlar. Chunki do'stlar, endi men o'ldirdim do'stlar. Bu endi biz qishlog'imizda umuman qotilchiliklar bo'lmaydi. Endi esa politsiyaga qilsam, hammaga xayr do'stlar. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Hammaga xayr do'stlar. Videolar kutib qolinglar.